Endi City bilan o'ynab Gvardiolani chiqarib yuborishimiz kerak. Ammo City tushsinmi? Albatta Cityni chiqarib yuboramizda finalga yo'l olamiz. Madrid g'alaba qozondi, keyingi bosqichga chiqdi, lekin hamon ishontira olmayapti. Shunchaki ajoyib o'yin. Aynan yoshlar o'ynaganda haqiqiy jamoaga aylanadi. Men maza qildim. Xo'taxo'rdi, popkorn zo'r-ku. Popkornmi? Popkorn. Bu Madrid. Xotirjam bo'lavering. Menga ham ber og'ayni. Raqsga tush, Vini, raqsga tush. Qani, boshla. Raqsga tush, ha? O'yin umuman yo'q. Ko'ngling to'lmadi? Yo'q, o'yinimiz yo'q. O'yinimiz yo'q. Jamoa juda ham bo'sh. Bo'sh, bu jamoa bilan uzoqqa borib bo'lmaydi. Zo'r. Men uchun Vinicius eng zo'ri. U birinchi raqam. Zo'r o'ynadi. Chempionlar Ligasida g'olib chiqsa bo'ladimi? Albatta, ha, chempion bo'la olamiz. Xudo xohlasa bo'ldi. Endi City bilan o'ynab Gvardiolani chiqarib yuborishimiz kerak. Ammo City tushsinmi? Albatta, Cityni chiqarib yuboramizda finalga yo'l olamiz. Viniciusning sambasiga qoyil. Yashavor Vini. U bizni har doim qutqaradi. Bizga Vini va Mbappe kerak. O'yinni ozgina yaxshilashimiz kerak, lekin hammasi joyida. Ha, o'yinda kamroq tepdi-yu, lekin yana raqsga tushdi. Ancha qo'shishimiz kerak. Oldinda Sporting yoki Cityga qarshi o'yin. Bunday darajada, bunday o'yin bilan keyingi bosqichga o'tishimiz qiyin. G'alaba qozondik, lekin ishonchli bo'lmadi. Mbappe yo'q, vaziyat ham yo'q. Ishonmayapsiz-a? Yo'q, to'g'risi, bugungi o'yin ham ishontira olmadim. Endi qiynalib yotibmiz. To'g'risini aytadigan bo'lsam, xuddi o'tgan mavsumdagi kartina. Qo'ysangizchi unaqa demang. Eshit. Xo'p, qara, o'zi zo'rg'a kelyapmiz. Barcha jabhada. Agar bironta jiddiyroq jamoaga qarshi o'ynaydigan bo'lsak, bu bizga muammo bo'ladi. O'zi bir nima qilib, teshiklarni zo'rg'a yopib yuribmiz. Muammolarga jiddiyroq yechimlarni qidiraverish kerak. Jamoa dorda ilinib turgandek. Bu meni fikrim. To'g'ri gapirdingiz, shunday. Ha, endi bilasan u. Vinicius butun o'yin davomida piyoda o'ynadi. To'g'ri, gol kiritdi, lekin ko'p to'xtab qoldi-da. Qanotida turib olib, faqat to'pni kutdi. Harakat qilmadi, yugurmadi, hech narsa qilmadi. Ha, gol kiritdi-yu, lekin yo. Qo'ysangchi, og'ayni, qo'ysangchi. Yo. Viniciusni bugun gapirma. U 5 ta o'yindan beri gol kiritib kelyapti. Jamoani bir o'zi tortyapti. Yo'q, shu sababli ishonish kerak, jamoaga ishonish kerak. Shunday o'ynab Chempionlar Ligasini yutsa bo'ladi. Bu o'yin bilan yo'q, lekin ishonish kerak. Bo'ynimizda arqon bilan turdik. Chempionlar Ligasini yutishning imkoni bormi? Mour qaytsin. Mourinho qaytish kerak. Mourinho qaytsin. Shuncha aytgan gaplardan keyinmi? Ha, qaytish kerak. Bu jamoa bo'lmaydi, umuman yugurmaydi. Ko'proq akademiyadagi futbolchilarni tortish kerak. Mourinho qaytish kerak, u qaytsin. Mana shunday o'ynab Chempionlar Ligasini yutsa bo'ladi. Bu juda ham qiyin. Kurashib ko'rsa bo'ladi. Bunaqa o'yinlarda sal qo'shinglar, sal jon berib o'ynanglar. Ko'proq yugurish kerak, yaxshiroq o'ynash kerak. Hujumda hech narsa yarata olmadik.